Assalomu alaykum. Navbatdagi obyektimizga GS kollektorlarga seroprillar qo'yildi. Bular полный закрыт seropривод. Mana korobkalar qo'yib uladik. Hozir bular ishlayapti. Ishlagan holda mana bu kok datchigi tepaga ko'tariladi, o'chirilganda tushadi. Bu GS buni любой seropривод bunga tushmaydi. Sababi bularga faqat germanskiy bo'lgani uchun nemetskiy seroprillar tushadi yoki bu Yevropa uchun qilingan, tagi Xitoy. Tagidagi rezbasi M28 standarti o'zi M30 bo'ladi. Shunga bularga to'g'ri kelmaydi. Shunga GS kollektor olganda yo germanskiy seroprillarga mo'ljallash kerak yoki mana bunaqa universalning seroprillarni harakatini qilish kerak. Bo'lmasam oddiy seroprill tushmaydi. Bu bizda mana podolimiz bo'lyapti. Xudo xohlasa bu yerga bilyard qo'yiladi. Narsalari hozir to'pli ishlayapti. Bizda mana komnet termostat qo'yildi. Hozir 35 gradus qo'yildi. Hozir 22,5 ko'rsatyapti. Rejimi hammasi ishlayapti mana hozir.